Assalomu alaykum, Xolid Meva obunachilari. Bugun mana navbatdagi mehmonxona ugovlarimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Ikki xil rangda klientlarimizga tayyorlab qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i oq, bu yoqdagi seri rangda tayyorlangan, ko'rishingiz mumkin. Razmeriga keladigan bo'lsak, 4.30 ga uzun tarafi, kalta tarafi 2.30 qilingan. Xudo xolasa, materiallari doimiy 100% moshi material. Kamerani olib kelsangiz mana. Namlatada, suvda bemalol artib ishlasanglar bo'ladi. Keyin burun o'rondalari pampers prujina, rossiyskiy machalga, rossiyskiy prujina qilingan. Ko'rishingiz mumkin xudo xolasa. Komplektda tabletkasi 3 ta. Tabletkaning razmeri 70 ga 50 qilingan. Uzun taraf 70, kalta taraf 50. Yonlari ham ponni DPD qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Suyanadigan joylarimizda MDFdan yullar qatirganmiz. Bemalol suyansanglar umuman botmaydi. Xudo xolasa mebelni chiroyini ochib turadi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda xuddi shu mebelimizni oq, ya'ni молочный kombinatsiya rangi. Bu ham xuddi shunaqa rossiyskiy machalga, rossiyskiy prujinada qilingan. Bemalol o'tirib foydalansanglar bo'ladi, xudo xolasa. 12 ta, 13 ta odam bemalol sig'adi. Mehmonxonaga yo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham tabletkasi 3 ta. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Materiallar 100% moshi. Ikkaga mebelimizni orqasi o'zining materialidan bo'lgan. Orqada panel qoqqanmiz ponni, o'zining materiali moshi. Oqda ham o'zining materiali, bunda ham o'zining materiali bo'lgan. Xudo xolasa, kimga shunaqa ugolovlar kerak bo'lsa, Xolid Mebelga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Dastavkamiz Andijonga tekin, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib uyingizgacha yetkazib beramiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat.